Inson har qanday yoshda 10 yil, 15 yil, hatto 20 yilga yosharish mumkinligi haqida bilarmidingiz? Unda meni yaxshilab eshiting. Shunaqa ovqatlar bor, shunaqa giyohlar bor, u sizni vujudingizni yoshartiradi. Shunaqa psixologik texnikalar bor, u sizni hayotingizni go'zallashtirib, tanangizni yoshartiradi. Shunaqa islomiy zikrlar bor, u sizga Yusuf payg'ambarning go'zalligini, nurini beradi deganlar ustozimiz. Demak, biz har qanday yoshda, biz 60 yosh bo'lsak ham, 40 yosh bo'lsak ham, 20 yoshga, undan ham ko'proq o'zimizni ishonchimiz qadar, o'zimizni iymonimiz qadar yasharishimiz mumkin ekan. Agar buni sirini bilmoqchi bo'lsangiz, albatta menga kommentariyada yosharish siri deb yozing. Men sizni kutaman. Qani nechta ayol yosharishni xohlar ekan? Keyin men sizlarga o'zimni sovg'amni aytaman. Nima uchun ayol kishini erkak kishi uradi degan savol juda ko'p kelgan menga. Ya'ni nima uchun ojiz va ojiza ayollarni erkagi uradi-da? Nimaga bunaqa? Chunki biz bilamizki, ojizaligi juda oshib ketsa, ya'ni qurbon obraziga kirsa ayol kishi, unda urishi mumkin bo'ladi erkak kishi. Yoki bo'lmasam o'zini juda baxtsiz his qiladigan bo'lsa, o'sha erkak uni urishi mumkin. Ya'ni erkak bu sizni oynangizdir. Agar unga xayolingizda va o'sha miyangizda unga nisbatan nafrat yuborayotgan bo'lsangiz, u sizni hayotda shuni ko'rsatib beradi. Erkak sizni oynangizdir. Agar siz undan qo'rqayotgan bo'lsangiz, u sizni urib ko'rsatib beradi. Erkak sizni oynangizdir. Agar siz undan har doim noshukur bo'ladigan bo'lsangiz, u sizni urib, ya'ni sizni noshukurligingizni, u sizni xayolingizda yuribdi bu noshukurlik. Erim buni qilmadi, buni qilmadi, buni qilmadi. Erkak buni ko'rsatib berar ekan hayotda. Shuning uchun yaxshilab o'ylab oling. To'g'ri, siz urib, kaltaklanib, azob chekishga majbur emassiz, lekin miyangizdagi fikrlarni analiz qiling. Siz eringizga eng ko'p qaysi o'y-fikrni yuboryapsiz? Qaysi o'y-fikr bilan unga qarayapsiz? Va uni siz javobini olyapsiz.